Bunaqa foydalanish mumkin emasligini bilasizmi? Bu yerni 2 sm ko'tarsangiz ham bu yerdan sel suvlar kirmaydi-da. Loyiqa to'lib qolyapti-ku mana shu. Ko'ryapsizmi? Hozir ertaga bu plomboy zanglikda uziladi. O'zil xonasini saqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarori bor. O'sha qarorida o'zil xonasini to'g'ri qanday saqlanishlar to'g'risida uni yozib qo'yilgan, misol uchun. Bunaqa holatlarda saqlanish qat'iy man etiladi. Hozir bitta tushuntish xati yozib berasiz, keyin jarimasini to'lagandan keyin qilib berasiz uni. Bitta sho'chklaringizni ko'rib ketaylik. Vodokanaldamiz, ichimlik suvidan. Ha? Bitta suv hujjatlarini berasizmi? Hali hujjatlarimiz yo'qdi bizni. Hali ham hujjat qilmadingiz. Yo'q bizni. Kadastrimiz bo'ldi, endi qog'ozi chiqsa suv vodokanalga boramiz. Suv tarmog'iga noqonuniy ulanib hali dokumentlashtirganingiz yo'q-da, to'g'rimi? Yo'q, endi qilyapmiz-da bitta. Biz bu yerga yashamasa bu. Ichimlik suvidan shartnomasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Samarqand tumani Gulobod mahallasida inspeksiya hamda suv ta'minoti tashkiloti xodimlari bilan birgalikda ichimlik suvidan o'zboshimchalik bilan foydalanish holatini oldini olish hamda ichimlik suvidan to'g'ri va oqlanib foydalanishga qaratilgan reyd tadbirlari olib borildi. Reyd tadbirlar davomida bir nafar fuqaro tomonidan ichimlik suvidan o'zboshimchalik bilan shartnomasiz ravishda foydalanish holati aniqlandi. Bir nafar fuqaro tomonidan esa ichimlik suvidan foydalanish qoidalari buzilgani holati aniqlandi. Aniqlangan holat yuzasidan inspeksiya tomonidan tegishli tartibda ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi. Shu o'rinda fuqarolardan ichimlik suvidan oqilona foydalanishni so'rab qolamiz.